Do'stlar, 2026-yil 25-aprel sanasida yana xudo xolasa mana Murana degan sortimiz Ro'ziboy akamiz oldiga keldi. Bu kecha ko'rmay ketgan akamiz mana yangi sortlarimiz Murana degan hosillarni ko'rib qo'yinglar, qaranglar. Ko'rsating, qancha hosil bor. Bu sir bo'lmasa bir tupi xudo xolasa necha kilodan necha kilogacha? 1,5 kilo oshib olaveradi bu. Bahordan qor yoqquncha beraveradi bu ham. Bahordan qor yoqqungacha mana 1 kilo, 1,5 kilogacha xudo xolasa meva berar ekan. Buni ham albatta ko'chatlaridan ko'paytirib qo'yganmiz mana. Ko'rsatib qo'ying qarang mevalarni. So'ganini qaranglar. Yerda bo'lgan bilan mana salafan plyonkalarni ko'rsatib qo'ying mana plyonkalarni. Plyonka qilib 2 qator, bir qator emas mana 2 qator ekilgan mana. Mevalarini qaranglar mana. Bularni ham ko'rsatib qo'ying qarang. Kattaligini qarang mana mevasini. Bismillah. Ro'ziboy aka gap so'zi yo'q. Mehnatingizga, qilgan ishlaringizga qoyil lekin xudo xolasa mana shu obunachilarimiz sizni mehnatingizga doimiy like bosib, bizga obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab turishadi. Xudo xolasa qanaqa maslahat aloqa kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasiz. Telefon nomerlarini albatta qoldirib qo'yamiz. Qo'shimcha aytib ketaman, YouTube'ga kirib turib, Klub Marina Uz, yoki Instagramga kirib Klub Marina Uz yozlaring. Men Instagramga, YouTube kanalimga kelib chiqaveradi. YouTube ham ma'lumotlar berib borganman hammasini. Hammasini ham qo'yib borgan Klub Marina Uz deb yozsalaring. Ro'ziboy akamiz Instagrami ham, shu YouTube'lari ham chiqib boradi mana. Ko'ryapsizmi, qarang mana. Ham yerdan, bog'da bek yotgan o't yerdan foydalanishmi? Ha, foyda. Unumdor foydalanish. Bek yotmaydi, o't bog'asi yotmaydi, toza. Pokiza mana daraxtlarimiz, nok daraxtlarimiz ham mana xudo xolasa 3 yasharli, xudo xolasa bular ham bir yil, keyingi yilga hosilga kiradi. Bir ikkita gullaydi, yaxshi ushamadi mana. Mana qulpinoylarimiz, dehqon aka rozi bo'lasiz. Doimiy xudo xolasa qolganlarimiz obunachilarimiz poddeshkada qo'llab-quvvatlab turishadi. Terib kuyab ketgan, bo'lsa siz xonani yeyapsiz. Qulpinoyda bugun terilgan ekan mana. Do'stlar, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Doimiy sizlarga faqat zo'rdan zo'rni ilinamiz. Like bosib, obuna bo'lib qo'yamiz. Ro'ziboy aka, xursandmiz biz ham. Kelganimizdan sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.